Так что жаден turdan kelinglar. Biz hozir Lusa surgun oteliga keldik. Ketdik. Лобби-бар называется Альфрио. Он работает круглосуточно, всегда открыто. С этой стороны у нас есть дес-ассистента. Ассистент тоже работает. У нас вот сам ассистента нет, у нас есть точка, где ассистент вот делает бронирование, резервации для ресторанов, педал или же заказывает цветы. И еще с этой стороны у нас если кондитерскую вы можете, хотите смотреть, я могу показать. Сначала номера, да, по-моему? Да. Kelgan otelimizda ko'rinishlar, tabiat va dengizga qaragan bo'lar ekan. Agar siz aynan dengizga qaragan bo'lishni xohlasangiz, C-blokdan, ya'ni o'sha registratsiya joyida etsangiz, albatta sizga bu narsada yordam berishadi. Lekin agar tabiatga qaragan vidni xohlasanglar, unisini ham iloji bor ekan. Sababi aynan bu otelda mana shu xuddi ikki ko'rinishli xonalarimiz mavjud ekan. Eng muhim joyi bu yerda ko'chaga qaragan xonasi yo'q ekan. Shunisi zo'rda. Hech bo'lmaganda dengizga qaragan olmasanglar, landshaftga qaragan nosiylar bo'ladi. Uni narxi arzonroq bo'ladi. O'zi hamma yoqda Navid Moria bilasizlar, qimmatroq yuradi. Agar sizlar ham kelgan bo'lsanglar, tozaligida qanaqadir o'zingizga ishonch bo'lsa, ko'rishingiz mumkin. Har kuni tozalab, aynan siz kelishingizda, siz mehmonxonadan dengizga chiqib ketgan paytingizda ham xoningizni bir rolga tozalab, chiroyli qilib chiqib ketishadi. Marhamat. Mana ko'p Qizlar, eshikda qaranglar, bu svimer xonasi ekan. Bu yerda podogrev bilan o'zini basseyni bor ekan. Shunisi bilan ajralib turadi. Game Center pulli ekan. Бесплатный там что-то есть?
Bundan tashqari bularni shunaqa meropриятиялар uchun, ya'ni har xil tadbirlarni tashkillashda shu xonalari ham bor ekan. Вот hozir endi biz sizlar bilan game o'ynaydigan xonasini ko'ramiz. Aynan yosh qizlar bowling o'ynayman deydi, qanaqadir mashinkalarda avtomat o'yinlar bo'ladi, o'sha aynan bular uchun ekan. Вечер bu ana shu kechqurun ochilar ekan. Qizlar, bu yerda yana ham qiziqarli bo'lish uchun Nashnoy bari ham bor. Soat 10 dan kechasi 2 gacha ishlaydi. Развлекательный sentri ham bor ekan, faqat pulli. Bu Bambino klub, ya'ni aynan onajonlar uchun. Siz tashqarida maza qilib cho'miyotganingizda bolajoningizni shu yerda bemalol tashlab ketsangiz bo'ladi. Eng qiziq tomoni bepulga, yana eng zo'rini aytaman, bu yerda sizlar bolajonlarni ob-havo yomon bo'lgan tashlaysiz, buni tashqarida ham yana bitta joyi bor. Otelni o'zini sport sentrini ko'rib chiqamiz. Kimga qiziq bo'lsa ketdik. Для взрослых, для мужчин тоже есть. Здесь с этой стороны уже идет комната, где сауна. Bu yerda закрытый basseyn ekan, o'zini saunasi yonida fitness zallari bilan, ya'ni kelganingizda bemalol maza qilib dam olib ketasiz. Bitta qaranglar, qanaqa zo'r. Shunaqa chiroyli desda. Закрытый basseyni tekin ekan. Menga eng yoqqan joyi qulayliklarga e'tibor qilinglar. Har bitta lejakda o'zini sochiqlarini qo'yib qo'yishgan va bu suv juda ham issiq bo'lib turadi. Spa sentrga kirib keldik. Juda ham yoqimli mamshitdan yonginasida basseyni bor, xohlasanglar yo'lga kirganingizda massajlarni olib, undan tashqari u yoqida fitness sentrlar ham bor ekan. Ya'ni hammasi kirganinglarni o'zida dam oborasizlar. Muzikani eshityapsizlarmi? Atmosferani. Xush keldingiz. Bu yerda massajdan boshqa hamma narsa tekin. Закрытый basseynlari, saunalari, undan tashqari turli hammomlarda mazza qilib dam olsanglar bo'ladi. Joyi otelda plyaj ikki tarafga bo'linar ekan. Bolaliklar biz bu tarafda dam olamiz. 16 yoshdan kattalar bu tarafda dam oladi. Aynan shu joyda QR kod bor. Bu QR kod orqali sizlar bemalol ichimliklarni zakaz qilsanglar bo'ladi. Ofitsiant bepul oldinglarga olib kelib beradi. Ovqat yemoqchi bo'lsanglar, bu yerda o'zingizlar bemalol ikkita snack barida o'zingizlar bilan ovqatinglarni olib kelsanglar bo'ladi. Otelni qaranglar, territoriyasini chiroyligini qaranglar. Agar park odam o'zini yaxshi ko'radiganlar uchun bu otel faqat. Так что, жаден to'dan kelinglar.